Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov bugungi futbol xabarlarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. Angliya Kubogi. Manchester City finalda Chelsea ni mag'lubiyatga uchratdi. Abduqodir Husanov esa Angliyadagi ikkinchi sovrinini qo'lga kiritdi. Londondagi Wembley stadionida Angliya Kubogi finali uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Manchester City va Londonning Chelsea jamoalari o'zaro bahs olib borishdi. Ushbu bahsda shaharliklar 1-0 hisobda g'alaba qozonib, mavsumdagi ikkinchi sovrinini qo'lga kiritdi. O'yin taqdirini ikkinchi bo'limda kiritilgan gol hal qildi. City futbolchisi Antoine Semenyo 72-daqiqada Erling Haalandning uzatmasidan so'ng tovoni bilan raqib darvozasini ishg'ol etdi. Chelsea har qancha harakat qilmasin vaziyatni o'nglay olmadi. Shu tariqa Manchester City 2025-2026-yilgi mavsum Angliya Kubogi sohibiga aylandi. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o'yinni asosiy tarkibda boshlab, to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Futbolchi uchrashuvni 56-daqiqada Mark Kukurelyaga nisbatan qo'pol harakat qilgani uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi. Shuningdek, Husanov Angliya Liga Kubogi va Angliya Kubogini qo'lga kiritgan ilk o'zbekistonlik futbolchiga ham aylandi. Mazkur sovrin himoyachi uchun Manchester City'dagi ikkinchisi hisoblanadi. Bundan avval Man City Angliya Liga Kubogi finalida Arsenaldan ustun kelgan edi. Bu g'alaba bilan Manchester City o'z tarixida 8-marta Angliya Kubogini qo'lga kiritdi. Endi Pep Guardiola jamoasi rekordchi Arsenaldan va Manchester Uniteddan ortda qolmoqda. Shuningdek, Chelsea, Liverpool va Tottenham hisobida ham 8 tadan sovrin mavjud. O'tgan mavsum Angliya Kubogi finalda Man City 0-1 hisobda Crystal Palace'ga imkoniyatni boy bergan edi. Manchester City futbolchilari finalda quyidagicha baholandi. James Trafford 6.6 ball, Mateusz Nunes 7 ball, Abduqodir Husanov 6.8 ball va sariq kartochka. Mark Gehi 8.6 ball, Nico O'Reilly 7.2 ball, Bernardo Silva 6.8 ball, Rodri 7 ball, Antoine Semenyo 7.5 ball, Jeremy Doku 7.2 ball, Omar Marmush 6.4 ball, Erling Haaland 6.9 ball. Ispaniya hukumati Falastin bayrog'ini ko'targan Lamin Yamalni himoya qildi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Barselona hujumchisi Lamin Yamalning klub chempionlik paradi vaqtida Falastin bayrog'i bilan ko'rinish berganiga munosabat bildirdi. Ushbu tadbir 11-may dushanba kuni ko'k anor ranglilarning La Liga 2025-2026-yilgi mavsumdagi g'alabasi sharafiga tashkil etilgan edi. Sanchez o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Isroil tomonining tanqidlarga javoban futbolchini himoya qildi. Davlat bayrog'ini namoyish etishni nafratga undash deb hisoblaydigan kishi yo aqlini yo'qotgan yoki o'z sharmandaligi bilan ko'r bo'lib qolgan. Lamin shunchaki millionlab ispanlar kabi Falastinni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu esa u bilan faxrlanishimiz uchun yana bir sababdir deb yozadi hukumat rahbari. Avvalroq Isroil rasmiylari 18 yoshli futbolchining ushbu harakatini nafrat uyg'otish deb atab keskin tanqid qilgan edi. Ispaniya hukumati esa G'azo sektoridagi vaziyat borasida Isroilning harbiy harakatlarini eng ko'p tanqid qilayotgan Yevropa davlatlaridan biri hisoblanadi. Barselona Manchester City futbolchisini katta mablag' evaziga o'z safiga qo'shib olmoqchi. Barselona Manchester City hujumchisi Omar Marmushni nishonga oldi. Kataloniya klubi futbolchi uchun kurashda favorit hisoblanadi. Shaharliklar Marmushga yuqori narx qo'yishdi. City taxminan 65 million yevro miqdorida taklif olsa, futbolchini qo'yib yuborishga tayyor. Omar Marmush joriy mavsumda Manchester City safida 34 o'yin o'tkazib, unda hujumchi 8 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Lewandowski mavsum yakunida Barselonani tark etishini e'lon qildi. Barselona hujumchisi Robert Lewandowski mavsum yakunlanganidan keyin klubni tark etishini rasman ma'lum qildi. 37 yoshli futbolchi kataloniyaliklar safida 2022-yildan buyon harakat qilib kelayotgandi. Lewandowski Barselona safida jami 189 ta uchrashuvda maydonga tushib, 119 ta gol urdi va 24 ta assist muallifiga aylandi. Ushbu mavsumda esa polshalik forvard barcha musobaqalarda 44 bahsda qatnashib 18 ta gol urdi va 2 ta assist qayd etdi. Robert klub bilan birgalikda 3 marta La Liga, 3 marta Ispaniya Super Kubogi hamda 1 marta Ispaniya Kubogida g'olib chiqishga muvaffaq bo'ldi.
Carrick Manchester United bosh murabbiyi bo'ladi. Fabrizio Romano. Angliyaning Manchester United klubi Michael Carrick bilan kelishuvga erishdi. Angliyalik mutaxassis 2029-yilgacha jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanadi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano xabar berdi. Qayd etilishicha, tomonlar o'rtasidagi loyiha muddati bo'yicha yakuniy muzokaralar olib borilmoqda. Shartnoma 2+1 ko'rinishga yoki to'liq 3 yilga imzolanishi mumkin. Avvalroq jamoaning bosh ijrochi direktori Omar Berradi va sport direktori Jason Wilcox Carrickni keyingi mavsumda Manchester Unitedni boshqarish uchun eng munosib nomzod deb hisoblayotgani va Jim Redcliffe'ga tegishli taklifni kiritishga tayyor ekani haqida xabar qilingan edi. Shuningdek, bosh murabbiy lavozimi uchun nomzodlar orasida Dortmund ustozi Andoni Iraola va Aston Villa murabbiyi Unai Emery varianti ham mavjud edi. 44 yoshli Michael Carrick 2026-yilning 13-yanvaridan buyon Manchester United bosh murabbiyi vazifasini vaqtincha bajaruvchi bo'lib ishlab kelmoqda. Ma'lumot uchun, mankuniyaliklar Angliya Premyer Ligasining 36-turdan keyin 65 ochko bilan 3-pog'onani band etgan va 2 yillik tanaffusdan so'ng kelasi mavsumda UEFA Chempionlar Ligasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Ispaniya hakamlari Real prezidentiga nisbatan ish ochishlarini talab qildi. Ispaniya futbol hakamlari assotsiatsiyasi Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi intizom qo'mitasiga murojaat qilib, Real Madrid prezidenti Florentino Perezga nisbatan korrupsiya va sovrinlarni o'g'irlash haqidagi muntazam ayblovlari uchun chora ko'rishni talab qildi. Intizomiy ish ochish talabiga Perezning 12 va 13 may kunlari qilgan bayonotlari asos bo'lgan. Dastlab Real prezidenti klub bazasida matbuot anjumani o'tkazdi. Ertasi kuni esa taniqli jurnalist Josep Pedrerolga intervyu berdi. Har ikki holatda ham Perez Barselona ishtirok etgan shov-shuvli Negreira ishi haqida to'xtalib o'tgan. U Ispaniya chempionati rahbariyati qirollik klubiga dushman ekani, Barselona esa har doim vaziyatdan foyda ko'rishini va Ispaniya hakamlari kataloniyaliklar hisobidan boyib ketayotganini ta'kidlagan. Ispaniya hakamlari assotsiatsiyasi tergov davomida bunday bayonotlarni to'xtatish uchun shoshilinch choralar ko'rishni, prezidentni hakamlar korrupsiyaga yetkazilgan ma'naviy, professional va nufuzga putur yetkazuvchi zarar uchun kompensatsiya to'lashga majburlashni, shuningdek Real klubini vaziyatni o'nglash bo'yicha ochiq bayonot berish va uzr so'rashga chaqiradi. Tashkilot Perezning so'zlari hakamlar hamjamiyatining sha'ni va qadr-qimmatiga qilingan jiddiy va tizimli hujum bo'lib, hech qanday huquqiy asosga ega emas deb hisoblaydi, deyiladi bayonotda. 2023-yilda Barselonaga Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi hakamlik texnik qo'mitasi sobiq vitse-prezidenti Enrique Negreiraga pul to'lash va poraxo'rlik bo'yicha ayblov e'lon qilingan edi. Mahalliy ommaviy axborot ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yildan 2018-yilgacha bo'lgan davrda Negreira Barselonaga hakamlar ishi bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatgani uchun taxminan 7 million yevro olgan. Qayd etilishicha, hakamlik texnik qo'mitasining sobiq vitse-prezidentiga tegishli kompaniya klub chempionat yoki Ispaniya kubogi doirasida o'yin o'tkaziladigan kunlarda Barselona ofislariga konvertlar yetkazib turgan. Ushbu maktublarda yozma hisobot hamda navbatdagi o'yinni boshqaradigan hakam profilining tahlili aks etgan video bo'lgani qayd etilgan. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.